شمس و قمرdan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu guhardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu mening ona dilim shams و قمرdan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu guhardan yaxshisan. قسمی که کوراسیس منفسم هم چپان و همچنان به رومال بیلم باغلنگان و بگن اوچ عقرب البته روز ملی زبان ازبکستان سامانگانگا تجلیل بولاده. اولا یتیب کلگان بایرام کنه ازبک تلینا بالخصوص مردم افغانستان مبارک باید من. واقعا مردم سامانگان واقعا بر مردم مهمان نواز کن. واقعا من اولین بار شهر ایبکه کردم بگن یقینا کردم گرچه بر یک قیتش نیست اشتراکتم وقت کندک بگن یقینا کردم و نزدیکتن ماشاءالله واقعا بر مردم واقعا پر افتخار مردم کن. کانال را بزنده باشند. Kandirur kandu şekerden yaşasan Ana dil canu dilimem şanketu şalemenin Her hurufin kandirur kandu şekerden yaşasan Her hurufin kandirur kandu şekerden yaşasan Özbegimdir daiman şöhret kazangan بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز کورچلر سلام. حاقل من که جور صحتمند سلامت بولسنگزدر. قسمی که کوراسیس منفسم هم چپان و همچنان به رومال بیلم باغلنگان و بگن اوچ عقرب البته روز ملی زبان ازبکستان سامانگانگا تجلیل بولاده. سزرده هم حاقل من تا آخرین لحظات برنامه بزمنم بلا بولنگزدر و بگن البته ولادهای همجوار و قریجات و همچنان رسواللردن مردم عزیزمز کیگن هتل قصر سلطان البته به خاطر تجلیل از روز ملی زبان ازبکی یا هم تجلیل از ازبک تلک نمونن. پس تا آخرین لحظات برنامه بزنم بگذار و همچنان آخر چه بزنم خاله بزار. دوستای عزیز امروز جلسه ما یک جلسه فرهنگی است. روزی ملی قوم شریف ازبک ما که در پهلوی دیگه اقوام در افغانستان زندگی میکنند. الحمدلله این قوم ازبک ما از هر نگاه بزرگا دارند. باید در بزرگای خود سعی کرده ما شما راه و روش اونا را تعقیب کرده امتو بریم. مثل که نهضت صاحب یادآور شد که علی شیر نوایی یا امام بخاری یا بزرگای دیگری که قوم شریف ازبک در دین دارند باید که راه و روش اونا را ما تعقیب بکنیم. خدای نخواسته راه اونا را مانده در یک راه دیگری نرویم. باز دعوی را بکنیم که ما امروز روزی تجلیل کردیم که بزرگای ما بودند. از او بزرگا یادآور شویم. اما یادآور از او بزرگا میشیم که در دین و شریعت خدمات زیادی کرده. اما ما و شما باز رایشان تعقیب نمی کنیم. ای باز حیف است برای ما و شما. دوستای عزیز، جوانای عزیز، رای بزرگایی که در دین ما و شما داریم رای امونا را ما و شما تعقیب بکنیم. انشالله اونا در کامیابی رسیدن ما و شما را در کامیابی میرسانه. Sizlar quloq solib, bu farhanglarda sizlar donbol qilingizlar. Bu farhanglardan sizlar itoat qilingizlar. O'zbek bo'lib yashangizlar. Tanho o'zbek bo'lgan kifoyat qilmagan.
o'zbek millati hamisha mazhabi ahnofga yashagan. Ya'ni o'zbek millatining mazhabi ahnof ekan. Hanafiy mazhabdan itoat qilgan. Siz o'zbek millat hech vaqt boyat boshqa mazhabga bo'lmang. Ya'ni matlabim buki, 4 mazhab hammasi haq 4 mazhabning o'rtasiga, ammo o'zbek millati hanafiy bo'lib yashagan. Shu ziyatdan sizlar ham hanafiy bo'lib yashangizlar. Hanafiy bo'lib bizlarning buzurglarimiz hanafiyat mazhabini intihob qilgan ekan. Dog'um tariqati Naqshbandiya, ey o'zbek millati, sizlar tanho ilmi zohiriga kifoyat ittifoq qilmangizlar. Siz millatlar ilmi botinini ham dunbol qilingizlar. Ilmi botini Naqshbandi boshqa tariqalar bor edi, sizlar ilmi botinidan ham hissalaringiz bo'lsin. O'zbek millati har zamonda tariqa valo ekan. Va o'zbek millatining uchinchi farhangi shulki, muhabbati ulamo. O'zbek millati har zamon olimlariga, buzurglariga, donishmandlariga bir muhabbati xosi bor ekan. Shu jihatdan siz o'zbek millat agar voqean o'zbek yashaysizlar, ulamalaringizga va buzurglaringizga hatman bir muhabbati yaxshi, yurakdan, qalbdan chiqqan muhabbatlaringiz bo'lsin. Va hamchinon o'zbek millatining bir g'ayrat islomisi bor edi har zamonda. O'zbek millati nomusini hifz qilar edi. Ey o'zbek millati, vaqti sizlar xohlaysizlar o'zbeksizlar va xohlaysizlarki o'zbek bo'lib yashaysizlar va hech vaqt bo'lmasin. Siz bizning nomusimiz, g'ayrat islomimiz mardumga bozorning ichiga bo'lsa, sizni bizning qizlarimiz, siz bizning mahorimlarimiz mardumning qo'liga qolsa, o'zbek millati hech vaqt nomusini mardumning qo'liga bergan emas. Hech vaqt nomusini bozorga chiqarib, kiyinidan iftixor qilgan emas. Sizlar xohlaysizlar o'zbek millatsizlar, boyat nomuslaringizdan misli otalarimiz, misli bobolarimiz hifozat qilingizlar. Men xohlamayman, hech bir mujohid, hech bir olim xohlamaydi siz o'zbek millatning va hamma millatlarning, xususan siz o'zbek millatning qizlaringiz bozorga bo'lsa, siz o'zbek millatning qizlaringiz xudo nakarda ular badnom bo'lsa, o'zbekning nomusi, o'zbekning farhangi bo'lmas ekan. Hamchinon mehmon navozlik o'zbek millatining bir iftixori shulki, o'zbek millati mehmon navoz edi. O'zbek millatining yaxshi yeyiladigan taomlari bor edi. Mardum iftixor qilar edi. Ey o'zbek millatining uyidan, hovlisidan men bir non yesam. Siz millat voqean o'zbeksizlar, bu farhanglaringizni zinda qilib o'zbek yashangizlar. Bizlarning orzumiz, bizlarning taqozomiz sizlardan bu emaski, faqat o'zbek tiliga gaplab, o'zbekmiz deb iftixor qilib taassub qilsak, balki o'zbek farhanglariga yashab, o'zbekning farhanglarini zinda qilib va din orqasiga mahkam, ustuvor to'xtashlik bizning orzumiz va hamma millatning orzusi. Xo'p, aziz yo'lkadoshlar, bo'lsam idome guzorishlarimizga ko'pdan ko'p xush kelibsizlar va qismga sizlar ko'rasizlar. Hotel Qasr Sultonda bugun bu barnoma olingan. Past sizlardan xohlaymizki, ta'xir lahzoti barnomaga biz bilan bo'lingizlar va inshaallohki do'stlarimiz bilan hatman bir gaplashamiz, ko'rik qilamiz, nardim qaydan kelibdi va bugun ne raqam taklif qiladi. Past sizlarni da'vat qilamiz sohibnazoti barnomaga. Onatil ahmiyati, ya'ni onatil nima? Onatil birinchidan dar qilmoq uchundir. Bu til chujuk bolalarning otasi sevgisini biladi. Bu til kabi insonlar oilasini, diniy, madaniyati va ijtimoiysini taniydi. Bu til tanho vasilai so'zlashuv va gaplashuv emas. Bu til to'yg'u, iymon va huviyat bo'lgan. Tilni albatta bilimdonlar, donishmandlar uch davrada bo'ladi. Eski davra, eski turkiy davrasi, masalan bu zamonda bu til albatta toshlarga va hayvonlarni terisiga yozilgan ekan. Va qadimgi o'zbekcha davrasi. Bu tilda bu vaqt zamonda til eng inkishof topgan ekan. Albatta jumladan Divanul Lug'at Turk va Hibbatul Haqoiq
Ahmad Yuknagi tomonidan yozilgan. Bu zamonda til xeyli ya'ni yuksak bo'lib mardumni ichiga rivoj topgan ekan. Devoni Hikmat Ahmad Yuknagi tomonidan yozilgan Hibbatul Haqoiq va Devoni Hikmat Ahmad Yasaviy tomonidan yozilgan va Hibbatul Haqoiq Ahmad Yuknagi tomonidan yozilgan. Devoni Lug'ati Turk albatta bir eng muhim kitob bo'lgan turk millatini ichiga va maxsusan bilimdonlar bu kitobga eng xeyli baho bilan qadr beradi. Bu zamonda o'zbek tili erkin bo'lib turk tillarining ichida kiradi va kerakli til bo'lib hisoblanadi va baholi asarlar albatta shu zamonida yoziladi. Xo'p, keyinchi davra tili bu til qaysi davrada bu tilda ham ko'p yaxshi ish bo'ladi. Bu albatta bu zamonda masalan yozilgan tillarni shoirlarning otini olib o'tsam, Otoyi Balxi, Mavlono Lutfi Hiraviy, Sakkoki, Samarqandi, Amir Ali Shiri Navoiy, Zahiriddin Muhammadi Bobur va boshqa shoirlarimiz bu tilga ko'p yaxshi xizmat qilib, ko'p yaxshi kitoblarni yozib, mardumni ishiga rivojlantiradi. Aziz o'lkadoshlar, o'tgan mobayn davralarda o'zbek tili matbuot boshqa davlat tilidek turli bosqichlar bosib kechib, ushbu bosqichlar gohi yuqori daraja va gohi ham etak darajada harakat qiladi. O'zbek tili bir g'ani til bo'lib kelgan. Albatta o'zbek tili dunyo bo'yicha daraja sifatida 27-darajaga albatta o'rin oladi, ya'ni joy oladi. O'zbek tiliga so'zlashuv shaxslar albatta dunyo bo'yicha 50 million nufusdan ko'proq bu o'zbek tiliga so'zlaydi. Albatta o'zbek tili borasiga oldinroq buyuk mutafakkir olimlarimiz, donishmandlarimiz dini borasida sizni bizga aytib o'tdi. O'zbek tilini donishmandlari ko'pdan ko'p o'tgan. Masalan, İmam Sahib Buxoriy, İmam Sahib Tirmizi rahimahulloh bularning hadis kitoblarini dunyo yuziga arab va ajamlar tomonidan hurmat bo'lib madrasalarga va po'hantunlariga tadris qiladilar. Ikkinchidan, Aloma Mirg'ilonidek bir buyuk shaxsimiz oldinroq mufti sohib janoblari ham otini butunlay sizlarga aytib o'tdi. Bu 4 jild hidoya kitobini albatta yozib, dunyo bo'yicha ajam va arab po'hantun va madrasalariga tadris qilib, bu hurmatga katta ehtiromga qoyil bo'ladi. Inoqalar va buzurglar, albatta o'zbek tilini yo turk dunyosiga har baxshga biz siyosat qilib kelganmiz. Chi farhangi baxsh bo'lsin, chi siyosiy baxsh bo'lsin, chi madaniy baxsh bo'lsin, har baxshga biz o'z millatimizga xizmat qilib, albatta birinchida islom yo'liga xizmat qilib kelganmiz. Siyosat borasida bir nechta biz siyosatmadorlarimizni otini qisqacha olib o'taman. Albatta men so'zimda ko'ta olaman. Baxotirki men har shoir, har siyosatmadorning borasiga gapirsam, sonlarcha gapirsam ham oz va vaqt adoga yetishmaydi. Masalan, siyosat borasiga bizim Amir Temur sohib Qur'on oldinroq rais sohibi Amr bil Ma'ruf aytib o'tdi. Hofizi Qur'on edi. Sulton Husayni Boyqaro, Mirzo Boyqaro, Zahiriddin Muhammadi Bobur, Sulton Qutbiddin Oybek shu viloyati Samangondan edi. Uni minori fe'lan Hindistonga mavjud. Va Amirul Kalom Hazrati Amir Ali Shiri Navoiy mutafakkiri dunyo bo'lgan. Bu odam ham bir shaxsiyati siyosiy bo'lgan, ham bir shoir bo'lgan. Bundan qanchalar asarlar yozilgan. Oyo biz ham shuni yo'lini hidoma beralamizmi? Oyo biz ham nima ish qildik? Biz ham o'zimizdan xabarmizmi? Bular agarchi ham siyosatga edi, ham shoirlikka edi, ham ulusga xizmat qiladi edi, ham islom yo'liga xizmat qiladi edi. Biz haqiqatan bilsak, biz kimda nevarasimiz, biz kimda avlodimiz? Biz ham boyat bularning yo'lini izlab, bularning yo'liga harakat qilsak.
Albatta biz tamomanla har baxshga bizning buyuk kattalarimiz bor. Avliyoulloh yo mutasavvif borasiga bizdan eng buyuk katta shaxsiyatlar o'tgan. Xo'ja Ahmad Yasaviy bir shayxi, bir olimi, bir avliyoulloh buzurg edi o'z zamoniga. Xo'ja Ahrori Vali, Xo'ja Muhammad Buxoroyi, Bobo Mashrabi Namangoni, Sufi Allayor, Sulton Ibrohim Adham. Sulton Ibrohim Adhamning dostonlarini hammalaringiz bilasiz. Bu odam baxotiri din uchun, Qur'on uchun, Xudoning yo'li uchun toji taxti tark qilib Makkaga tomon harakat qilgan. Albatta men baxotirki mujri barnoma 5 daqiqa vaqt bergan, vaqt kam qolibdi. Rais va amr bil ma'ruf ham aytibdi, soat 12:30 gacha xalos bo'lsin deb men qisqacha shu buyuklarimizni har baxshiga bir ijozatlaringiz bo'lsa otini olib o'taman. Masalan, xilofat borasida xilofat Usmoniylarni o'zinglaringiz bilasizlarki, qancha qalalarni, Yahud va nasoralarning qalalarini buzib, olib, ularni islomda bayrog'ini u sarzaminlarga ko'targan, islomni kuchaytirib, islom yo'liga qancha xizmat qilgan xilofati Usmoniylar. Albatta, imperatorlik bobiga ham biz kirsak, bizdan eng katta imperatorlar o'tgan, masalan, Saljuqiylar, G'aznaviylar va Xoqoniylar. Agar men meni har borasiga, har qaysini borasiga agar men sizlarga ma'lumot bersam, sonlarcha davom topadi. Birinchidan, hamda bilimdonlar va siyosatchilarimiz, avliyolarimiz, xilofatchilarimiz dunyoga bizdan ko'p o'tgan. Birinchidan islom yo'liga biz qancha xizmat qilib kelganmiz va dunyo bor, ularning tarix safhasidan o'ti o'chmaydi. Hurmatli o'lkadoshlarimiz, biz nima qilayotibmiz? Shularning yo'lini qaysini izlabmiz? Biz avlodlarimizga shularning kitobini qaysini ochib beribmiz? Qaysi vaqt shulardan borasiga ma'lumot beribmiz? Albatta bizning buyuklarimiz, mutafakkirlarimiz adafa aslisi avvaliga islom bo'lgan. Biz zamoni muvaffaq bo'lamiz, biz zamoni kamyob bo'lamiz. Avval adofi aslimiz islom bo'lsa, shariat bo'lsa, din bo'lsa. Bizni buyuklarimiz, mutafakkirlarimiz birinchi dafan har kitobga yozgan bo'lsa, faqat adofi asosisi islom yo'li uchun kitoblarni yozgan. Undan so'ng islomga xizmat qilib, ulusga butunlay tamoman mardumga xizmat qilgan. Biz ham boyat Amirul Kalom Hazrati Amir Alisher Navoiydek avliyo tarbiya qilsak, haddaqal shuni dostonlarini bilsak, xizmatlarini qilgan xizmatlarini bilsak, masalan, bino qurganlar zamoni Sulton Husayn Boyqaro mana shu fe'lan Ravza Muboraka shu binoyi tarixi shuni masalan binosi qo'yilgan. Gavhar Shodbergum va Masjidi Jomi Hirotni binosini qo'ygan. Yani bu bizning siyosatchilarimiz ham dunyoga xizmat qilgan, ham baxotiri din uchun xizmat qilgan. Boyat biz, biz ulus bunday mahfillardan adab shu bo'lsa-ki, biz buyuklarimizni, mutafakkirlarimizni, bilimdonlarimizni ularni birinchidan tonisak, undan so'ng ularning din yo'liga, millat yo'liga, shariat yo'liga qilgan xizmatlaridan boxabar bo'lsak. Albatta men bundan ko'p so'zlamayman, boshqacha so'zlovchilar bor. Ko'p kechirasizlar, bir sesim ham bir oz olingan edi. Shu kamikosizliklar bo'lsa, aziz, hurmatli qavmlarimdan bir nechta xohishim bor. Tili, hammosa dostonlar tili, she'r, hikmat, falsafa, tarix, romanlar tili. Ona til bilgan kishini izzatin qilgim kelur. Ona til bilgan kishini izzatin qilgim kelur. Ona tilni og'zidan oltin berib olgim kelur. Onaga bo'lsa muhabbat ona tilda so'zlashar. Onaga bo'lsa muhabbat ona tilda so'zlashar. So'zlagan har bir kishini hurmatin qilgim kelur. Aziz va hurmatli bilimsevar, madaniyat sevar olimlar, talabalar, o'quvchilar va o'qituvchilar, oqsoqollar, kuchli va fikrli yigitlarimiz. Birinchidan bashariyat olamini aziz jonkuyari,
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sovg'alaridan birini o'zbekchaga so'zlangan she'rlarni biri bilan sizlarning huzurlaringizga taqdim qilaman. Bu hayotni ziynati bahri bashorat assalom. Bu hayotni ziynati bahri bashorat assalom. San'ati so'z naqshi bu nuri hidoyat assalom. Xislati birla jahon ahli g'animat assalom. Xislati birla jahon ahli g'animat assalom. Xalqaro joga etilmosh xush iborat assalom. Aziz va hurmatli qavmlar, bugun tilimizni milliy kunini, ya'ni 29 mezonning milliy kunini sizlar musulmonlarga tabrik deb va xohlayman necha daqiqa sizlarga tilni ahamiyatiga necha daqiqa suhbat qilsam. Aziz va hurmatli qavmlar, til tanho bir vasilai irtiboti, bir irtibot olaydigan bir vasila emasdi. Balki til har bir millatni farhangini, tarixini, madaniyatini asrovchisidirdi. Binoan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimga mehribonlik qiladiki, Allohning oyatlaridan, nishonalaridan birishiga Alloh subhanahu va taolo ko'klarni va mana shu qism yerda xalq qilgandi. Va Alloh mana shu qism Alloh subhanahu va taolaning oyatlaridan biri sizlarni tillaringda qisma-qism bo'lishi va sizlarni ranglaringda qisma-qism bo'lishi deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimga mehribonlik qiladi. Aziz va hurmatli qavmlar, bizlar bilaylikki bu til Allohning bergan bir katta ne'matidir bizga. Mana shu jihatdan bitilni yuksaltirish uchun va bitilni o'stirish va kengaytirish uchun boyat bizlar xizmat qilsak va zahmat qilsakda. Arab olimlaridan va adiblaridan biri Mustafa Sodiq Ar-Rofi'i degan shaxsiyatlar Vahyul Qalam degan kitobiga mehribonlik qiladiki, ma zallat lughatu sha'bin illa zalla wa lan hattat illa kana amruhu fi dhihabin va idbar. Hech bir til nobud bo'lmaydi. Hech bir til qo'ldan ketmaydi, magar u bilan millat qo'ldan ketadi. Va millat nobud bo'ladi. Va mana shu qism hech bir til suqut qilmaydi va hech bir til keyin ketmaydi, magar billasiga shu millat va shu tildoshlari suqut qiladi va nobud bo'ladi. Bu jihatdan bilaylikki tilda ko'p bir ahamiyati bordi. Mana shu qism zamoniki ingliz boshqa mamlakatlarda bosadi. Mardumi inglizning o'rtasiga bir mashhur maqol bor ekanki, agar ingliz, Hindiston va William Shakespeare degan bir shaxsiyatlari, albatta adiblari bor. Agar shu ikkovining o'rtasida birini intihob qilayotgan bo'lsa, boyat Williamda intihob qilsin dedi. Boyat Shakespeare intihob bo'lsin, bahotirki u adibdir. U tilda asrovchisidir. Bugun ko'ramizki u shaxsiyat mana shu ingliz shaxsiyatlardan bir katta jahonga taniqli va shonli adiblardandir. Bu jihatdan bilaylikki tilda ko'p bir ahamiyati bor va bizni mas'uliyatimiz bor va risolatimiz borki, bu til yuksalish uchun boyat bizlar kitoblar suzsak, bizlar boyat ijodlar qilsak va har bir faollarimiz va har bir yigitlarimiz va shaxsiyatlarimiz va har bir o'qituvchi va talabalarimiz boyat ijodlarini mana shu tilga boyat sizsa. Bizlar ko'ramizki, shaxsiyatlarimiz, buyuk eski o'tgan rahbarlarimiz qancha til uchun zahmat qilgan ekan. Amir Ali Shir Navoiydagi shaxsiyat boshqa tillarda kamroq topiladi. Bahotirki tanho Hazoyinul Maonisi 4 jild devon she'rdir. Va avvalgi birinchi jildi meni oldimda bor, albatta G'aroibus Sig'ar degan kitobi. Tanho G'aroibus Sig'ar 500 safha. Va mana shu qism Hamsa degan kitobi, Lisonut Tayr degan kitobi va yo boshqa kitoblarini agar bizlar o'qib ko'rsak, bilamizki u shaxsiyatlar tilni yuksalishi uchun qancha bir zahmat chekkan ekan. Bizlar ham bugun vazifamiz shuki, boyat tilimizga xizmat qilsak, avlodlarimizga o'z tiliga o'qishni o'rgatsak,
qismiki boshqa shaxsiyatlar ishora qildi. Va boshqa payog'im shiki har bir shaxsiyatimiz vaqti xohlaydi kitob suzsa va yo bir boshqa tildan tarjima qilsa, boyat o'z ona tiliga tarjima qilsa va xizmat qilsa va zahmat qilsa vaqti Xo'p, aziz ko'ruvchilar, boz ham sizlarda xushomadid va ham xush kelib aytaman. Idome bizni barnoma guzarishimizga bizni qobatimizga bir javon bashosh albatta o'ltiribdi, ko'proq gapni bundan so'raymiz. Xo'p, aziz janob, otingizni bizga bir tanitib qo'ying. Tashakkur, salomat bo'ling. Otim Ahmad Jovet Raso, taxallus qilamiz bir yigit Samangon javonlaridan. Katta rahmatki bizga vaqt berdingiz. Aziz janob, albatta o'z ko'ruvchilaringizga qaysi tabriki berasiz uchun bugun ro'zi albatta til milliy o'zbaki albatta agar qaysi gapingiz bor, qaysi tabrikingiz bor ayting. Avalan yetib kelgan bayram kuni o'zbek tilini bilxusus mardum Afg'onistonga muborak aytaman va hamma javonlar, hamma mardum Afg'onistonga bizlarni ko'radi, biz zabon o'zbekini hamma mardum Afg'onistonga qutlug' bo'lsin aytaman. Katta rahmat. Aziz og'a Javudjon, bu albatta bayram yo ham bu barnoma jilba-jil Samangonga tajlil bo'ladimi yo ham tanho bir yil tajlil bo'ladi? Tashakkur Falojon. Bu barnoma, bu farhang hamma sola Samangonga tajlil bo'ladi. Va bu zabon o'zbek tili bizga bir farhang, bir an'anat, boyat bizga vazifa qabul qilamizki, boyat hamma sola bu barnomani tajlil qilsa. Katta rahmat, salomat. Qaysi payom, harf va hadis agar bo'lsa sizdan eshitamiz. Tashakkur, salomat bo'ling. Va meni bir xohishim hamma javonlarga boyat ittihod va ittifoq bo'lsin. Shu barnomalarda garchiki zabon o'zbek emas, zaboni pashto, tojiki, pashtai, turkman boyat hamma sola boyat barnomalarni tajlil qilsin. Rahmat sizga. Tashakkur, salomat bo'ling. Xo'p, aziz ko'ruvchilar, bo'lsam idomiy guzarishga sizlarni da'vat qilamiz. yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ay meni yona dilim shamsu qamardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ona dil jonu dilim ham shavkatu shonimning har hurifing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan ona dil jonu Özbegimdir doiman şöhret kazangan her zaman Milletinni kukra uçgar Ay mini ona dilim şamsu kamardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ochun ijra izzatum lalu buhardan yaxshisan ona dil jonu dilim ham shavkatu shonimni har hurifing qandirur qandu shakardan yaxshisan Har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan ona dil jonu jahonim rayda qonim san mening ona dil jonu jahonim rayda qonim san mening millating obrusan ham bu safardan
ijra izzatim lalu guhardan yaxshisan ona dil jonu dilim ham shavkatu shonim meni har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan ona dil bobir navoiy hamda Timurning tili ona dil bobir navoiy hamda Timurning tili koni himmasinda dursin ko'plardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan ay meni ona dilim shamsu qamardan yaxshisan ochun ijra izzatim lalu guhardan yaxshisan ochun ijra izzatim lalu guhardan yaxshisan ona dil jonu dilim ham shavkatu shonim meni har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan ona dil jonu dilim ham shavkatu shonim meni har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan har hurufing qandirur qandu shakardan yaxshisan menga qilsang 100 jafo bir qatla faryod aylamam menga qilsang 100 jafo bir qatla faryod aylamam elga qilsang bir jafo 100 qatla faryod aylaram mafhumi bu gap shuki bir zamon edi men ustodimdan so'radim ustod buzurgtarin yo kattatarin imperatoriyaga tarix bashar o'ziga ko'rgan ki to hanuz hech bir namunasi yo'qdir kimda artishi edi ustodimiz xunsarlik bilan aytdi imperatoriya Changizxon edi zamoniki u Changizxon farmoni tasxiri O'rta Osiyoni berdi avlaviyatga shuni qaror berdilar zamoniki har mamlakatda har xalqni har farhangni bosib olasizlar masjidni va kitobxonani otlaringga og'il jo'rlangar dedi kitoblarni oyoqlaringni ostiga yirtinglar dedi va bo'lmasinki hech bir farhangdan hech bir xalq hech bir tildan bir obodlik qolmasin dedi muarrixlar aytadi hozirga dasturi Changizxon batavri anjom berilgan edi zamoniki urushlar xalos bo'ldi Changiz katta askarlarni bir joyga yig'di so'radiki shunchaki nafar o'ltirlaring shuncha xotin qiz o'ltirlaring maydabacha o'ltirlaring hayvonotlarni o'ltirdilaring yuraklaringga biran rahm biran dilsizlik topildimi hamma indamay turgan edi bir sarboz aytdi zamoniki men bir uyga yurish olib keldim hammasini xohlagicham qatlam qilsam uyga hech kim yo'q ekan bir beshik bor ekan va isloh gahvora bor ekan ki ichiga bir mayda bacha yotibdi ekan dedi bilmayman qancha vaqt bo'ladiki bu yotibdi ekan vali zamoniki men shamshirni maydabachani og'ziga tiqichdim maydabacha fikr qildiki bu hatman menga sut olib kelibdi yo suv olib kelibdi yo bir yemak olib kelibdi menga beradi dedi yer shunda oshlagan edi ota onasi tashlab ketibdi ekan shuga ediki dedim meni yurakimga bir oz rahm keldi dilsizlik keldi ki men nima uchun shu maydabachani o'ltiraman dedi vali boz ham shamshirni og'ziga tiqdimi o'yaldi dedi bergidiki Changizxon aytdi voh voh sendan bir dilso'z sarboz ham bizga bor ekan shu qilichni yo shamshirni chiqardi shu gardanini urdi uchib ketdi deydi hadafi gaplarim bergandir imperatoriya shuncha kattalik bilan zamoniki O'rta Osiyoni oldi shu aytganidan tamomiy obidoti tarixiy muqaddasoti diniy va tamomiy kitoblarga faqat bir tomonidan qo'l yozma bor edi uni oyog'ini ostiga tepkiladi va barbod qildi va bugun kungadir ki siz bizni farhangimizga ko'p asarlar kelmagan ammo lekin bu ma'noda emaski siz bizni farhangimiz yetib ketsa
yodlaringizga keltiring, zamon ediki bir nasl be nomi o'zbek shu lochiqqa zindalik kechadi. Vale bugun sizni biz asli texnologiya mana bu o'tadi ko'rasizlar. Buni ko'rib turib unga borib yashay olmaymiz. Nima uchun? Chunki farhang va sistemhot zindalik tag'yir qilibdi va biz boyat shunga qarab yursak, bu ma'noda emaski siz biz farhangimizni qo'ldan bersak. Mana bu kalapashni men bugun baxotiri zaboni o'zbeki uchun kalaga qo'yibman. Bu ma'noda emaski men masalan buni yodimdan chiqarsam, har bir odamiki xohlaydi farhangingizga, xalqingizga tajovuz qilsa, o'sha lochiq, o'sha kalabash, o'sha farhang hoyiki bar asari hamlai Changizxon va boshqalar yo'qolib ketibdi, shuni eslarga olib keling. Ko'proq gapirmayman. Men Taxor viloyatining yigitlarini namoyandaligidan va Salomat Pahlavon og'alaringizni namoyandaligidan o'zbek tili bayramini barchalaringizga qutlug' bo'lsin deyman. Xo'p, aziz ko'ruvchilar, o'z bayramlaringizning davomiga xush kelibsizlar. Bizni yonimizga ham bir buzrukvor to'xtabdi. Ko'proq o'zidan so'raymiz. Xo'p, aziz unaqa o'zingizni bizga bir tanishtirib qo'ying. Ulug' Tengirtog'larning oti bilan men otim Mirojiddin Sardoruqli taxallusim va men kibor nohiya avvalda munshisiman, Ukaloy Guzari nohiya avvalda munshisiman. Mashallah. Xo'p, aziz ko'ruvchilar, janobi Sardoruqli bizni qo'batimizga boz ham bu kishidan so'raymiz. Xo'p, his havosingiz nima? Bugun o'zbek milliy tili Samangonga tajil bo'ladi. Birga shu barnomalar uchun bizga ayting. Barnoma shundayki aziz inoga, biz bugun ko'p ehsos bilan, ko'p shunday shavq bilan bugun bu barnomaga ishtirok qildik. Baxotirki har millatda, har qavmda o'zining farhangi bor, o'zining bir rasmiy rivoji bor. Yagona hadafiki biz bugun bunda bu barnomani qo'lg'ab biz yagona ishki biz shu o'zbek qavmida rasmiy rivojini, farhang an'anatini dunyoga ko'rsatdik va buni joygosini mardimga bildirik. Ko'p yaxshi. Va fe'lanki siz biz buni ichiga turibmiz. Albatta shu nimoy xeyli qashang vatani va hisob. Buni borasida ham bizga yetgan ma'lumot beringki, nima bil va ne vaqt bilan istifoda bo'linadi yo ham. Aziz inoga, ko'p bir yaxshi savol qildingiz. Bu uylar ki bor, aslan vaqti bahorga ki bor mardum bundan istifoda qiladi. Vaqtiki mardum bahor ki bo'ldi, shu qo'ylarni boshqa, mollarni boshqaga ko'chib ketdi. So'ng bu uylarda shu bahorjirt deydi bir mantiqani. Ya'ni shu bahor mantiqiki unda borib qavmoy o'zbek borib unda bu uylarni quradi. Qurgandan so'ng undaki bor mollarini sog'moq uchun va toki shu bahor xalos bo'lguncha bu uylardan istifoda qiladi. Va bu uylarda uyoy tavud deydi. Yani uy tav deydi. Yani xonai kuhi va zuboni farsi degan. Biz ham eshitganmiz, siz uy tav dedingiz, ammo biz o'tav deb eshitganmiz. Shu bo'lsa. Salomat. Oyo bu mahfilki bugun barguzor bo'libdi. Qaysi nihot tarafidanman yo o'z qavmlari tarafidanman? Bir git ma'lumot bunga ham izofa qilinki, hamma jilliq olinma yoki tanob bel olinib pasamango barnoma. Biz taqriban aziz inoga shu o'zbek tilimiz rasmi bo'lgandan beri biz har yilki bor biz Samangon viloyatiga va hamma viloyatlar shimoliga, viloyatlar o'zbek nishinga bu barnoma olinadi. Bu barnoma biz shipalaki Samangon viloyatiga olinibdi. Beki bor itloti farhangi tarafidan va o'zbek qavmining katalarining tarafidan bu barnomada olinibdi. Salomat bo'ling. Qaysi payom aytishingiz mardimga sizni televizorning safhasidan ko'radi, agar bo'lsa ayting. Payomim shuki aziz og'alar, tanho biz o'z tilimizga gapirgan bilan biz mutaassib bo'lmaymiz. Mutaassib shu kishini aytadiki, ta'sibot qavmiga qo'l qo'yadi. Biz ki bor baxotir har qavmda o'zini misliki Xudovan jalla jalolahu har qavmdagi bor fariqa jo'rlabdi insonlarni. Shu uchun ki bor har qavmda, har millatda o'ziga yarasha liksi bor, farhang va an'anati bor. Uni hifz qilmoq uchun, uni rivojlantirmoq uchun, mardimga ko'rsatmoq uchun, uni ki bor davom ettirmoq uchun, uni ki bor bo'yat nasl va nasl idoma bersa va har qavmdan istaymizki shu farhang va an'anatini hifz qilsinlar. Katta rahmat. Juda tashakkur sizlardan, rahmat. Xo'p, aziz unaqalar, biz ham sizlarni yo ham aziz ko'ruvchilar da'vat qilamiz to'yki baqiya qolgan barnomalarimizni ham hatman shu safadan ko'ringizlar. Baxayr bo'linglar. Alhamdulillah bugun ko'ramiz. Hamma millat qo'l berib bir-biriga ham uchun mahfilni barguzor qilibdi. Qat'i nazar o'zbeklardan hamma millat bu yerda bor. Pashtun bor, turkman bor, tojik bor, boshqa aqvom bu yerda bor. Bu bir samboli ittihod millatni ko'rsatadi. Bugun hamma millat bir-biriga ehtirom qo'yil.
bugun hamma millat bir-biriga arzish e'tibor qoyil. Bugun biz bir bahonai farhang o'zbeki bir mahfil barguzor qildik. Hadafimiz dunyoga hamma millatlarga bizni qarab turibdi. Unga bir sambol ko'rsatamizki biz har millat bo'lsak bir-birimizga turamiz, ittihodimizni mahkam turamiz. Millatga ko'rsatamizki biz hech vaqt min haysi millat deb ya taassub qilib yig'ilmaymiz inshaalloh. Biz zamoniga jihad qildik, farhang tariqadagi muboroza qildik, hammamiz dastaboham berganmiz. Qo'yki Pashtun bo'lsin, qo'yki o'zbek bo'lsin, qo'yki hazora bo'lsin, qo'yki tojik bo'lsin. Bular hammasi bir saqf xona. Bir uy agar to'rt tarafida to'rt devori bor, uchiga saqfi bor. Shu zaman uy deb bo'ladi, o'toq deb bo'ladi. Zamoniga bir taraf bo'lmasa o'toq deb bo'lmaydi. Bugun biz millati Afg'oniya, millati Afg'oniston, ha millat bir oshiyonamiz. Biz be xotiri e'tibor millatimiz uchun, biz be xotiri ittihod millatimiz uchun, biz be xotiri sog'tor hukumatimiz uchun inshaalloh har qadamga billa yarashamiz, billa ketamiz, har millat aqvom bilan. Shu uchun shoir aytdiki, na afg'onim, na turk tatorim. Biz afg'on va turk tator qaysi sharafimiz yo'q o'zimizga. Chamanzorim az jak shohsorim. Biz bir lolazor bir bahor mantiqa sabzasimiz. Hech farqimiz yo'q. Tamizi rangi bu barma haromas. Bizga haromdirki o'zbek toyga yaxshi desa, yoki Pashtun tojikdan yaxshi desak, bu haromdir. Ham diniy masalasiga, ham millat farhang masalasiga bizga buni ijozat bermaydi. Hech kimga afzaliyati yo'q. Kemo parvarda yakno bahori. Biz hamma parvarda Alloh taolo'mizki bizlar aqvom qaboil dunyoga keldi be xotir ta'aruf ma'rifat uchun. Biz har kimni bir adresdan taniymiz. Ammo Allohning aleyhi kun mutabarki Allohning masiri islomga jirgan bo'lsa, taqvo qilgan bo'lsa, din islomda taqvoya qilib himoya qilgan bo'lsa, inson dunyoga Allohning oldiga nazdedimi? Mukarram musharraf insondir. Shu hisob uchun bugungi mahfilimiz tanho mahfil o'zbeklar emas. Mahfil millatiki bugun mardimga ko'rsatamiz dunyoga biz bir farhangni himoyasi uchun hammamiz ham bijramiz. Bir farhangni himoya qilish uchun hammamiz qo'l-qo'lga berib bir-birimizni quvvatlaymiz inshaalloh. Shu hadaf uchun inshaalloh bugun mahfil barguzor bo'ldi. Alhamdulillah bugun hammani jam-jo'sh huzur mardimni ko'rib xursand bo'lamiz ki inshaalloh Samangon viloyati hammasi ittihod mardum bunga tojik, o'zbek, hazora va pashtun hammasi bir-biriga inoat shakliga yashab zindilik qiladi inshaalloh. Bir-birining obro' izzatidan himoya qiladi, bir-birining ozodi hurriyati uchun muboraza qiladi. Inshaalloh bu hammasiga dunyoga ham ko'rsatamiz, oyandaga ham dastabo ham billamiz va bila turamiz. افغانستان خانه مشترکی همگی اقوام هست، همگی ملیت ها هست، همگی ملیت ها قسمی که ما شما مسلمان هستیم با هم دیگر برادر هستیم. افغانستان خانه شریکی همگی ما شما هست. نظام امارت اسلامی و همگی اقوام و همگی زبان ها احترام دارند و از همگی زبان ها بالکل پشتوانی میکنن و به همگی زبان ها ارج میگذارن. این پالیسی امارت اسلامی هست. در امارت اسلامی افغانستان همگی اقوام جایگاه خود داره. هر کس یا کم یا بیش خود به نظام اسلامی دیده میتواند. انشاءالله یک نظامی همه شمول هست، یک نظامی هست که نمایندگی از همه اقشار جامعه ما شما میکنه و همگی اقوامی که ساکن افغانستان هست به خاطر آمدن این نظام، به خاطر برپایی دین خدا و به خاطر برچیدن اشغال همگی مبارزه کردن، همگی شهید دادن، قربانی دادن، فداکاری کردن، زحمات بیشماری را بجا گذاشتن که همگی قابل اجر هست، قابل قدر هست. جناب حاجی قاری صاحب که بیش از ما اینجا صحبت کردن، یکی از بزرگای امارت اسلامی هست، یک کسی هست که خیلی زیاد در راستای آمدن نظام اسلامی بسیار تکالیف بی اندازه که از گفتن بیرون هست اینها به خرج دادن و اینها فداکاری کردن، زحمات بیگران بزرگترین اندیوالا و رفیقای خود اینها برای ختم
اشغال و به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر تطبیق شریعت اسلامی اینها برای خدا تقدیم کردن. الله تعالی همه قربانی ها ما شما را و قربانی های ملیت ها مختلف الله تعالی به بارگاه خودش قبول و منظور بفرماید. البته فرهنگ ترک یا فرهنگ ازبکیه یک فرهنگ تنها افغانی نیست، بلکه در تمام دنیا یک زبان شناخته شده است، یک فرهنگی که خیلی غنی است. از زمان آدم علیه السلام تا زمان نوح علیه السلام که از نوح علیه السلام 3 فرزندشان که هام و سام و یافس است، از یافس همه ترک باقی مانده. از 2 تا پسرهای دیگرشان دیگه اقوام است که پروردگار جل مجده و آیه متبرکه که تلاوت کردیم همگی ما شما را خطاب می‌فرماید ای انسان ها ما شما را از یک مرد و زن پیدا کردیم. یعنی همگی ما شما در واقع چقدر اقوام، چقدر رنگ ها، چقدر زبان هایی که در دنیا زیست و زندگی میکنن همگی برادر یکدیگر هست. در واقع همگی انسان هست. از آدم علیه السلام از زوجهشان بی بی حوا علیه السلام اینها بالکل به دنیا آمدن، تولد شدن در زمان طوفان نوح علیه السلام که همگی مردم غرق شدن، زیر آب شدن. تنها کسانی که به کشتی بالا شده بودن و از او کسانی که او تعدادی که به کشتی بودن تنها از 3 فرزند نوح علیه السلام تمام نسل‌هایی که فعلا بیشتر از 8 میلیارد بالای کره خاکی زمین زیست و زندگی میکنن باقی ماندن که پدر اقوام ازبک و اقوام ترک یافس شده بتاند. این اساس مقام ولایت به زبان ملی ازبکیه احترام و عقل میگذاره و احترام داره و از زبان ازبکی حمایه میکنه و از فرهنگ ازبکی و از مجلسی که شما به اینجا برگزار کردین انشاءالله مقام ولایت پشتوانی داره و از این مجلس شما حمایه میکنه و این مجلس به همه فرد اقوام ازبکی کسانی که به زبان یا به نسب ازبک توار هستن، ترک توار هستن به همه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. البته چیزی که به اسلام خیلی اهمیت داره در پیشگاه پروردگار مهم هست او تقوای ما شما هست. خوب است که ما شما نسب‌های خود بشناسیم. این باعث میشه که ما به یکی دیگه محبت میکنیم، صله رحمی میکنیم. این خیلی کار بزرگ و عظیم هست. اما به پیشگاه پروردگار چیزی که خیلی اهمیت داره مهم هست او تقوای ما شما هست، او اطاعت ما شما است از اوامر پروردگار و اتباع و پیروی ما شما از سنت‌های رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم است. Xo'p aziz ko'ruvchilar, biz ham o'z barnomamizning idomasiga xush kelibsizlar. Bizning qavatimizga albatta mashhur va salomat palvon o'zidan ko'proq so'raymizki, ati nima va ne bois uchibdiki kelibdi Samangonga. Aziz yonaga ko'pdan ko'p xushmizki bugun kinorimizda siz atingizni bir tanitib qo'ying o'z binandalaringizga. Bismillahirrahmanirrahim. Aslotim Qiyomiddin Rahmoniy Taxallistamiz. Taqriban 4-5 yildan beri Bonomi Salomat palvon Safoati Mijozga tanilganmiz. Va Taxordan bo'lamiz, viloyat Taxordan bugun به خاطر احتفال روز ملی o'zbek uchun biz Samangonga kelganmiz. Mashallah bugun ko'rdik, voqean ko'p katta bir mahfil ofsizlar ekan, voqean qobil iftixor bo'ldi bugun o'zbeklar uchun. Bayshi o'zbek ko'p g'ururlandim, xush bo'ldim. Salomat bo'ling, Salomat palvon aka, ko'pdan ko'p xush bo'ldik. Sizni shu videolaringizni bir sanasi meni xushima keladi. Bir chibin menga ham bering, men ham bir palov yeyim. Albatta, ya biz bir sahna filmgadir shuni bir nima olib chiqamiz. Bu nafar sizga aytib bir chibin berdi, siz ne dedingiz? Aytdim, birta boradi o'zi, birta qolgan bunga maydonga chiqib birinchi choy ichamiz dedi, qolsin deb. Bale. Aziz ko'ruvchilar, Salomat palvoning og'a bir kishi ki voqean maxsus samt shamola ko'pdan ko'p tarafdori bor. Shaxsan o'zim hamisha videolarini ko'raman, angiza olaman, voqean yaxshi go'zal barnomalar to'ldiradi. Xo'p, ko'p xushholmiz. Boz ham Samangonga kelibsiz, qadamlaringiz bizni ko'z ustiga. Ne raqam topdingiz mardimi Samangonni?
واقعا مردم سامانگان واقعا بر مردم مهمان نواز کن. واقعا من اولین بار شهر ایبکه کردم بگن یقینا کردم گرچه بر یک قیتشون اشتراک نمو کردن ادک بگن یقینا کردم و نزدیکتن ماشاءالله واقعا بر مردم واقعا پر افتخار مردم کن. کانال را بزنده باشند. سلامت بولن خداوند سیدا ماست رسن سویانگز بسوزن کم قماسن که گهگاه بران ویدیو منم بران ویدیو کمدی منم بلا بزد تاب مزه حداقل خوش قلاس یا هم بران پند بزرگان بس اکی پالوان بزگه بنام ایتب کوین که نی بایس بولسیز برشتگه وزنگزده به حساب آب کیلدنگز یا هم تایلدنگز البته biz باعث شل باعث بر ازبک گرچه ازبکler چیگه شاعر بار نویسنده هر رقم بر نمادر باردر هر کم باید هر نمادن وز تیلیگه وز نمسیگه خدمت خسیده biz من شو شوق علاقم اولدن هم شو صحنه فیلمگه و نمگه بارده بخش کمدی رقم وزم نرمال زندگیم براز کلگلوک بر نمالرم بار که این دوستlar منم بر تفاهم جدی باید biz باعث بر ازبک باید شنیم بر کمدی ویدیو جورلاسه و مردم هم 5 دقیقه ساعت تر باشه و هم شو وزمیز فرهنگimizni آناناتimizni مردمگه کورس است جهانگه که مردم بلسه که ازبک بار ازبکler همیشه ان شاء الله ساعت اول خط قدر ان شاء الله ان شاء الله سلامت دلن کو وقتingiz davomimiz tashakkur ki bizga fursat berdingiz bir sahneyi ki biran filmi ki hamisha xushingizga keladi ki takror qilsangiz jamiyaga yo ham mardimchiga qaysi sahne yo ham bir dialogi jolib boz dialoglar ki hammasi jolibdir men o'zimga jolib bo'lgan dialog shul shuga bir sahne filmga menga otam xotin olib beraman deydi qo'shiqni menga xotin olib beradi da bir shuning bir akt ketamiz men hamma filmlar garchi jolibdir boz o'zimga va xususan shu sahnalar ko'p jolib tomon bo'lgan Biran do'stlar ki taqozo qildi shuni men ko'p vaqt shularni ijro qilib beraman. Juda sahne teatr yo ham hunar yo ham film مجرد اسم متعل من متعل من ای ماشاءالله سایه فرزند یک تا اولم بار فضل خدا خدا عمرنو قویسن وقت نظاممız تشکر قلم همکارımızdan که محمد یاسین جان هم همیشه بلمن که بلنگزگه همکار بگن هم خیلی راهنمایی قلت تا که سیزده biz قلاب بزنگ واقعا مردم خیلی البته از طرفدارınız idi خیلی عکس aldı و otelde چیگه یا هم برنامه جریانگه به sizni ko'ralmaydigan به حساب جوختن gapiralmadik bir پیام عمده که کسایی که sizni ko'radi کسایی که sizni طرفدارınız کسایی که همیشه تعقیب qiladi پیامınız نشه مردمingizga خب meni پیامم shul javonlarga باید birlik bo'lsak barobarlik bo'lsak ittifoqlik bo'lsa باید باعث bir o'zbek boy jamiyamizga misli o'zbek ore باید farhangimizni an'anatimizga xizmat qilsak men katta پیام javonlarga shul katta rahmat xahish qilamiz indamangizlar خب aziz ko'ruvchilar bu ham akay salomat palvon ki taxordan bugun o'z viloyatiga yo ham mehmon kelibdi Samangon Ziboga xudo qilsin ki bir xotira nek bir xotira xushdi o'zi bilan bilan taxor olib kelsin mardum taxorgar bor qisa qilsin qo'ysa ki mardum Samangon voqean mehmon do'st farhang do'st با hunar inshaalloh ki taxrin azot barnomaga biz bilan bo'linglar falan boy mehmonlardan keldik. Va mehmonlardan ham xohlimiz hurmatli muqomi viloyati rais daftaridan va rais Amir bin Ma'ruf shifoxonai viloyatining omiridan va foruqi janoblaridan va boshqa necha davlat rasmilarimizdan chaqiramizki olqishnomalarni farhangi faollarga va yigitlarga taqdim qilsin. از رؤسای محترم رئیس دفتر مقام ولایت آمر شفاخانه ولایتی رئیس امر بالمعروف و فعالین فرهنگی ولایت تخار بدخشان خوشمندم تا تقدیرنامه ها و تحایف را که از سوی کمیسیون در نظر گرفته شده تقدیم نمایند. Herkese bu işe tutsun ha. Kışır tutsun var acaba. Qo'llab bo'lsin. Rahmat hamkorlaringizdan. Hey şu sizler vodlarını biriniz ha vodlarını biriniz. Sizler Reis daftar.
hurmatli rais daftar hurmatli Omir Saib shifoxona viloyatidan xohlaymiz-ki, olqishnoma Hoji Saib Abdurrahim Siddiqini taqdim qilsin. Oyishta Abdurrahim Siddiqi. Oyishta Abdurrahim Siddiqini keldi. Hoji Saib Abdurrahim Siddiqi. Oyishta siz shoirlarimizdan mujohidlarimiz sizga bir tayyor ko'rdik. از جناب محترم قاری صاحب عبدالبصیر حکیمی رئیس دفتر مقام ولایت خواهشمندیم تا تقدیرنامه حاجی صاحب شیرزاده پهلوان را تقدیم نماید. Bo'ldi Oyishta, xayr ko'ring. Salom. رئیس دفتر مقام ولایت. Sherzod Boydaka. Qara, بفرمایید رئیس، خیلی خوش آمدید. mana yas. Say, tamam. Shu ham yas. Asay. همکاری اینا تشکر. Xayr ko'ring Oyishta. سخنگوی ولایت. رئیس indiki عجاب indiki امر بالمعروف از جناب مولوی صاحب عبدالسلام حقانی رئیس امر بالمعروف نهی عن المنکر ولایت سمنگان خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف آورده تقدیرنامه مفتی صاحب فضل الرحمن عثمانی سخنگوی مقام ولایت سمنگان را تفویض نمایند. عبدالبصیر حکیمی از جناب مولوی صاحب فیروزالدین منیب رئیس بیت الاطلاعات فرهنگ ولایت سمنگان خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه قاری صاحب عبدالبصیر حکیمی یک تن از وکلای گذر را تقدیم و تفویض نمایند. از جناب قاری صاحب عبدالبصیر فرقانی معروف و مشهور به قاری جعفر طیار ولسوالی روید آب ولایت سمنگان را خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه و تحایف حاجی جمشید پهلوان را تفویض نمایند. از جناب حاجی صاحب جمشید هم خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف آورده تقدیرنامه‌شان را عکس نمایند. استاد عبدالمجید عمری. سپاسگزار هستم از حوصله‌مندی همه شما مهمانان عزیز و اقوام محترم. از جناب محترم جندالله فاروقی رئیس مدیر اپراسیون قماندانی امنیتی ولایت سمنگان خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه استاد عبدالمجید عمری یک تن از نویسندگان کل قرآن کریم که با زبانشان با دستانشان نوشته‌اند. از جناب استاد عبدالمجید عمری نویسنده قرآن شریف خواهشمندیم تا تقدیرنامه‌شان را از نزد فاروق صاحب عکس نمایند. رئیس عدلیه ندی اون درود کرد رئیس عدلیه رئیس عدلیه از جناب محترم رئیس عدلیه خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف آورده تقدیرنامه محترم مراج الدین سردار اغلو وکیل گذر را تفویض نمایند. و همچنان از جناب سردار اغلو صاحب خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه‌شان را عکس نمایند. شخص با امان الله شور و نمارم نمی‌کنه. شخص با امان کشکر. شخص با امان. شخص با امان کشکر. شخص با امان کشکر. دو وکیل گذر؟ شخص پنج خانه شخص با امان. از جناب شیخ صاحب امانی خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه محترم حفیظ الله وکیل زاده را تفویض نمایند. و همچنان از جناب شیخ صاحب امانی و حفیظ الله وکیل خواهشمندیم تا در جایگاه تشریف آورده تفویضنامه‌شان را عکس بدارند.
ayla keldi endi bu samonni qisqiring Omir Avzay از جناب ملا فضل الحق اسامه آمر حوزه اول قماندانی امنیه ولایت سمنگان خوشمندم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه سید میرویس عماد را تفویض نمایند. qo'mondon Sherzamon qishqirdi. qo'mondon Sherzamondan از جناب قماندان صاحب شیرزمان خوشمندم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه سفیدات عمری را تفویض نمایند. qoling. خیر ayting degan. Omir Mashari viloyat Moli Sibjon Muhammad. از جناب مولوی سید جان محمد محمدی آمر منابع بشری مقام ولایت سمنگان خوشمندم تا در جایگاه تشریف فرما شده تقدیرنامه محترم محمد افضل حبیبی را تفویض نمایند. جناب آمر صاحب منابع بشری مقام ولایت. دیگه Omir اطلاعات فرهنگی ayting bir Omir borku. Zarqovni ayting. از جناب صفت الله زرقاوی آمر جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت سمنگان خوشمندم تا تقدیرنامه محترم اسدالله قیاسی را تفویض نمایند. Bu payda O'zbek ehtifolimizga hurmatli To'y Muhammad Haydari janoblaridan istaymiz kelib Domila Sir Ehsonulloh Foriqini olqishnomasini tafviz va taqdim qilsin. Yetaganing yetaksin. Peshro'ga boring. Suvansin. Biz beramiz. Biz ayting shu o'zimiz navbatini bitiramiz. Xolos. Xolos. Diga ma'lum bironta qolmasin. Biz kam emasmiz bu hurmatli Qori Said Tojiddin tonish janoblaridan chaqiramiz ki olqishnoma Subhoni Said bir taronasaroy Samangonda bersin va taqdim qilsin. یک دقیقه باش. از جناب حاجی صاحب شیرزاده پهلوان یک تن از نمایندگان ولایت سمنگان خوشمندم تا تقدیرنامه قاری صاحب نصرت الله نظری را تفویض نمایند. حاجی صاحب شیرزاده پهلوان و قاری صاحب نصرت الله نظری. نشته قالده. از جناب استاد عبدالخلیل مونس یک تن از شاعران و نویسندگان ولایت سمنگان خوشمندم تا تقدیرنامه خالدار محمد خریدار را تفویض نمایند. hurmatli Abdulxalil Munis janoblari shoir va yozuvchilardan istaymiz albatta Xoldor Muhammad Qaryadorni olqishnomasini taqdim qilsin. از جناب قاری صاحب عنایت الله یاسینی یک تن از شاعران و نویسندگان ولایت سمنگان خواهشمندم تا تقدیرنامه محترم حاجی احمد ربیق را تفویض نمایند. hurmatli حافظ عنایت الله یاسینی جنابلaridan chaqiramiz که حاجی احمد ربیق جنابlarini olqishnomasini taqdim qilsin. dilim shams و qamardan yaxshisan ochun ichra izzatum lalu guhardan yaxshisan ochun ichra